Bu yerda bolg'a bilan 2 marta bosh qismiga zarba berdim. Kimga? Mirzohidga. Aha. Va bu yerdan ichkarida yotgan ayoli uyg'onib ketdi. Va ichkariga kirdimda bu yerda yotgan ayolni ham kelib urdim. Qani? Necha marta? Qo'limdagi bolg'a bilan 2 marta urdim. Bosh qismiga zarba berdim. Kelgusi harakatlaringizni gapiring. Bundan keyin shu yonida yotgan 2 nafar farzand uyg'onib ketib baqirgandan so'ng ularni ham urishga majbur bo'ldim. Ishlarni topolmagandan keyin bu yerga, ya'ni mehmonxonasiga o'tib ko'rsatdim. Ko'rpa to'shagini ham pastga tushirib, sandiqlarning ichini qaradi. Shundan so'ng pul chiqmagandan so'ng orqamga qaytdim. Uzoqni telefonini oldim va telefonidan 1.700.000 so'm pulni chiqarib oldim. Qayerga? O'zimni nima deydi, boshqa kashalagimga chiqarib oldim. Kelgusi harakatlaringiz? Shundan so'ng pul chiqmagandan so'ng pastga tushib gugurt olib chiqdim va birinchi bo'lib spalniy xonasiga o't qo'ydim. Keyin shu zibros tarafi, Koptomos tarafiga qarab harakatlandim. U yerda nima holat yuz berdi? U yerda shu borib turib, qo'limdagi bolg'ani bu suvga yubordim. Ha, birovning haqqi baloning o'qi degan gap bor. Bosqinchi qotil Zokir Sodiqaliyevning aybi rad etib bo'lmas dalillar bilan o'z tasdig'ini topdi.